Assalomu alaykum hammaga. Men Sergelida yangi Darxondan 3 xona uy topib qo'ydim sizlarga. Novostroyka uy. 3 xona 4-etaj, 16 etajga. Podyezdlarini qaranglar, top-toza. Mana ikkita lifti bor. Bunda bitta gruzovoy lift, bitta passajirskiy. Ichlariga kiramiz, uy ichlariga kiramiz. Kirishimiz bilan bizani shundoq katta koridor kutib oladi. Koridordan 3 ta xonasi, hammasi xonasi razdельный. Xo'p, bu взрослый spalniy. Взрослый spalniy ichiga kiramiz. Mana yangi lyustralar qo'yib qo'yilgan, top-toza remont. O'zining balkoni bor, взрослый spalniyning. Balkondan shundoq maktab bog'cha ko'rinib turadi. Yonida maktab bog'cha bor. Bu uyimizning qulaylik tarafi shundoq maktab bog'chani oldida. Bu ikkinchi xonamiz bitechki. Ichkida ham yangi lyustralar qilingan, top-toza uy. Bu uchinchi xonamizda zal. Zalimizda yangi lyustralar qo'yilgan. Top-toza oppoq uy. Xohlasanglar aboy qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasanglar shu holatda ham yashasa bo'ladi. Pollar tarkat qilingan, tayyor. Oynalar akfa, eshiklari hammasi oppoq eshikli qilingan uy ichidagi. Koridordan to'g'ri kirganda shuni sanuzil turibdi. Sanuzillar hali ishlatilmagan yangi. Sanuzillarimiz kafil qilingan, tayyor. Santexnikalari hammasi yangi qilingan. Dushovoy kabina qo'yilmagan, vanna qo'yilgan. 4-xonamizda kuxnya bo'ladi. Kuxnyamizda yangi remontdan chiqqan, tayyor. Gaz plitamiz turibdi. Keyin duh konturli kotelimiz bor. Gazda ishlaydi. Issiq suv, отопление hammasi o'zimiz yoqib, o'zimiz o'chirsa bo'ladi. Xullas, akalar, ukalar mana eshitdinglar. 3 xonali uy, Novostroyka uy, yangi qurilgan, yangi Darxonda 16 etajdan 4-etaj, liftdan muammo yo'q, 2 ta lift bor. Remontdan chiqqan tayyor uyimizni, 74 kvadrat uyimizni atiga 60 mingga sotamiz. Kimga arzon uy kerak bo'lsa, telefon qo'lida murojaat qilinglar. Yoqqan bo'lsa bitta like, komment yozib qo'yinglar.